To'xtang Nargiz. 8da ko'rishamiz o'sha aytgan joyimizda. Xo'p, xo'p. Bobur dugonasi olgan birga boraylik. Bor, endi nima deb? Yozib ko'rma. Bo'pti, Telegramda yozaman. Assalomu alaykum Nargiz, men Bobur akayman. Qara, ani dugonang yo'qmi? Nima? Dugonang yo'qmi? Mana o'rtog'im Shahriyor bor-ku, krasavchik. O'sha ko'rishmoqchi edi. Qanday? Yozyapti. Dugonam aytdiki, o'rtog'ingiz judayam sassiqcha ekan, sal o'ziga qarab yursin. Nima deyman jo'ra? Yo, dema. Bobur, biron tanishingda kvartira yo'qmi? Yashab turishimga. Ikromda bor edi. Bormi? So'rab ko'r. Ikrom jo'ra, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ikrom qara, ani jingalak Shahriyor bor-ku. Shunga kvartirangda joy yo'qmi jo'ra? Bo'lsa kerak, ha? Yani yozdim. Shahriyormi? Yo'qotay sassiqni bo'lmaydi. Oyog'i ham sassiydi, boshqa joyi ham sassiydi. Boshqa kerak emas u menga. To'xta Shahriyor. To'xta. Bilaman senga qiyin. Lekin mana shu Eco-Drive mahsulotlarini ishlatgan jo'ra hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'zing uchun ham harakat qil jo'ra, iltimos. Rahmat. Noto'g'ri tushunma meni Shahriyor. Bechara. Bu qizingga javob. Nargiz, dugonang endi Shahriyor bilan ko'rishadimi? Javob keldi. Bobur aka, Shahriyor zo'r приятный парень bo'pti, lekin ayting, og'zini ham yuvib yursin. Bo'pti. To'xta Shahriyor. Men o'zim senga zulm past top beraman. Qanaqasidan? Yalpizligidan do'stim.